Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun hop 1.60 ga 2 yillik prinsipimiz tayyor bo'ldi. Buni mol uchun tayyorladik. Oldi kallasi chiqayotgan bo'ldi. Oldiga kamashalarga qo'yib beramiz. Hop risorlar yiptari baqvatdan bo'ldi. Bitta Cobalt. Tak taxtalari, demak 4 lik taxta bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Uzun azamda qasiga rekapigeshini tashlanmagan, hammasi bir xil strapl tashlangan. To'liq. Chiroyli holatga yotdi. Mos tushdi taxtamiz. Shu eni, shu aravaning eniga mos tushdi, hech qanday pertilka kesish boshqa bo'lmadi. Orqasi selipasga yotadi, mana bunday molni o'zi chiqadigan bo'ldi. Molni o'zi chiqib boradi. Mana bu ugodniklar qo'yilgan, toyib ketmaydi. Listimiz qalin list, profillarimiz polni 4 lik profil aylangan. Bu prinsipimiz Chiroqchi tumaniga zakazga chiqdi. Polni 4 lik profil aylangan. Orqa eshiklar 4 ga 4 baqvat profillardan bo'lgan, taglari 8 lik shivilerdan bo'lgan. Razval olinadi. Spitsalarimizga hop balon holatlar zo'r, shivilerning ichiga davobga qilingan. Xullas, aravamiz hamma tomonlama ideal chiqdi. Ikkita svarkalarga e'tibor berasizlar. Svarkalar tepasi, yoni, taglari bitta bu profil emas, umumiy aravamizda ishlatilgan hamma profillar. Mana bular ham daji taglari ham, tag qismlari ham xuddi shu usulda bo'lgan. Mana shivilerning orqa tomoni ham, ichki tarafi ham mana svarka bo'lgan ko'rinib turibdi. Mana ichkarilar, mana ichi tashi hammasi. Pragollarimiz ham to'liq svarka bo'lgan. Ichi tashi usti hamma yog'i svarka bo'ladi. Mana bu shivilerda ushlab turadigan flankalarimiz ham shular ham svarka bo'lgan to'liq. Meni yaxshi ko'rinmayapti ekan. Sal ko'rinadi. Xullas, aravamiz ideal holatda. Mana shunday kimga mashina prinsiplar kerak bo'lsa 88 lik 044 71 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamanglar.